Shu bolalaringiz hammasi namozga 5 mahal namozga bir mustahkam turib olsin-da, uyingizga kelayotgan rizqda barakatli bo'lganligini sezasiz. Siz 6 soatdan 8 soat ishlayapsiz. Ko'proq pul topib kelarmikinman deb. Uyda bolalar benamoz, xotin benamoz. Men rizq so'ramayman deyapti Alloh. Rizqni men beraman deyapti. Ulamolar aytadi, oilasini namozga buyurgan kishining rizqini, uning oilasining rizqini Alloh taolo o'zini zimmasiga olgan. Endi domla hozir sezon bo'lib qoldi-da. Hozir bir yig'im terim yo bo'lsam, shu kuzgi sezonda olib qolishimiz kerak. Bir ishimiz ko'p, mavsum kelib qoldi. Shu bolalarni deb ko'chirib yuribman-ku. Birodar, sen boquvchi emassan. Sen o'zing ham boqiluvchisan. Sen boquvchi emassan, sen o'zing ham aslida boqiluvchisan.